20 yıl qamoq jazosi bergan kishimi odam. Lekin eng oxirida 20 yil tugabdi. Heliq jinoyatchining 20 yillik jinoyat kesimi tugabdi. Heliq sud xodimining 20 yillik pensiyaga chiqibdi. Bu ishkaylan bir binoga kiribdi. Uning 5-qavatga 6-qavatida ikki eshik bor ekan. Bu o'ng tarafdagi eshik sotchining uyi ekan. Sol tarafdagi eshik jinoyatchining. Ular öz öyleriga kirib ketibdi. Haqiqat degan nima? Haqiqat nisbiy bo'ladi. Bu to'g'rida Turan apandi menga bir savol qo'yishingiz kerak, qo'ymadingiz. O'tganda men tom taqlaldi junguda haqiqat yo'q dedim. Men shu yo'q degan so'zga javob berishim kerak, savol qo'ymadingiz. Lekin men sizga aytib qo'yaki, jungun nima uchun haqiqat yo'q deymiz? Haqiqat izlangan yer. Kim haqiqatga izlansa shu yerda haqiqat bo'ladi. Haqiqatga izlanmagan yerda haqiqat bo'lmaydi. Balki Xitoyning haqiqati Xitoycha haqiqatdir. Bizning haqiqatimiz bizcha haqiqatdir. Qo'shib aytganda dunyoda haqiqat degan bu hukmga berilgan ta'birlar xilma-xil bo'lishi mumkin. Gap shu ekanki, sizning, bizning, uning, buning haqiqatlarining hammasi nisbiy bo'ladi. Nisbiy haqiqatlarning yig'indisi mutlaq haqiqat bo'ladi. Nisbiy haqiqatlarning yig'indisi mutlaq haqiqat bo'ladi. Tarix tugunchaklarni tugudi, to'qonoqlarni tugudi. Tarix o'zining to'qonoqlarini o'zi paydo qilgan, to'qonoqni o'zi yeyish kerak. Tarix o'zi tuzgan tugunchaklarni o'zi yeyish kerak. Cho'qim shunday qilish kerak. Ben dedim, siz hürmetli vatandaşım, işki birlen birleşti. Şarkı Avrupa azat oldu, tümür tapanızın komünizmden azat oldu. Yalta kompris, Yalta şartlamızın Avrupa stratejisi tügeçti, ahırlaştı. Endi onun Irak şark stratejisi gelip kaldı. Bu kaçan hal oldu deyip. Toxtumay sözlep gelip atman hürmetli vatandaşım. Bugün siz bu münasebetlerine bir sızık, bir linye içi koyup bakına. 7 ayının 6 günü Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin'in Helsinki'de uçraşqalı. 9 ayının 11 günü Prezident Vladimir Putin bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti Reisi Xi Jinping'in Vladivostok'ta uçraşqalı. Gördünüz mü? Şunun münasebetli kaldı kilovatqını andın Vladivostok'ta Prezident Vladimir Putin'in men muş yılının ahırgı Japoniya bilen Değişlik şartname imzalayman diyor. Tuyuqsuzlar. Muşu sahnede, yaki muşu muhit içinde Şinjan Uyghur Abnum Rayı'nın sabık reisi Nur Bekir'nin payda bop kalqanlığı ve onun Moskvaga bağlılığı ve onun tuyuqsuzluğun 9. günü, 20. gün Beijing aeroportu qaytib kelgende kolga ellenişi tuş görüp bakın vatandaş, ben tuş görüp atım, siz mi görüp bakın kolga ellenişi bu zaten ne mi siyasi vakı, ne mi siyasi hadise.